Ikkinchi bo'lim muloqot, faoliyat, shaxs. Birinchi bob muloqot. Muloqot haqida tushuncha. Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatni o'zlashtirish va o'z individual ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Muloqot jarayonida inson xulq-atvorining muayyan obraz va modellarini shakllanib, keyinchalik ular insonning ichiga kiradi. Shaxsning tafakkuri, olamni va o'zining obrazini tahlil qilish hamda baholash qobiliyati muloqot jarayonida shakllanadi. Mazkur muammoga atroflicha baho bergan polshalik psixolog E. Milibruda quyidagilarni ta'kidlaydi. Muloqot shaxslararo munosabatlarda biz uchun havodek ahamiyatga egadir. Muloqot o'ta murakkab jarayon bo'lganligi sababli unga yagona to'g'ri ta'rifni berish juda mushkul. Shuning uchun odatda muloqot tushunchasining mazmuni uning ayrim tomonlariga urg'u berish orqali ta'riflanadi. A. Muloqot hamkorlikda faoliyat, ehtiyoj bilan taqozolangan aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish jarayoni. B. Muloqot subyektlarning belgilar tizimi orqali o'zaro ta'sirlanishuvi. A. V. Petrovskiy tahriri ostida chiqqan umumiy psixologiya darsligida muloqot ikki va undan ortiq kishilar o'rtasidagi axborot ayirboshlash, o'zaro ta'sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon sifatida e'tirof etiladi. M. G. Davletshin muallifligida chop etilgan umumiy psixologiya o'quv qo'llanmasida muloqot bu ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasidagi affektiv baholovchi xarakterda va bilish bo'yicha ma'lumot almashinishdan iborat bo'lgan o'zaro ta'sir etishdir, deb ta'kidlanadi. M. G. Davletshin rahbarligida chop etilgan psixologiya qisqacha izohli lug'atda muloqotga quyidagicha ta'rif beriladi. Muloqot ikki yoki undan ortiq odamlarning o'zaro bir-biriga ta'sir etishidir. Yuqoridagi ta'riflarga muvofiq muloqotga umumiy tarzda quyidagicha ta'rif berish mumkin. Muloqot kamida ikki kishining o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, bu ta'sir davomida axborot almashinadi, munosabat o'rnatiladi, rivojlantiriladi. Muloqot tushunchasi kommunikatsiya tushunchasidan farqlash lozim. Kommunikatsiya tirik va o'lik tabiatdagi tizimlar o'rtasida axborot almashinuvini anglatadi. Hayvonlar o'rtasida signallar almashinuvi insonning texnik vositalar bilan aloqa qilishi, bularning barchasi kommunikatsiyaga misol bo'ladi. Muloqot faqat insonlar o'rtasida amalga oshirilishi mumkin. Muloqotning inson hayotidagi ahamiyati beqiyosdir. Inson bolasi aynan boshqalar bilan muloqotda, munosabatda bo'lish jarayonida shaxsga aylanib boradi. Muloqot orqali inson ijtimoiy tajriba va madaniyatni egallab boradi. Yangi tug'ilgan inson boshqalar bilan muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lsa, u hech qachon shaxsga aylana olmaydi. Ya'ni u o'z psixik taraqqiyoti bo'yicha orqada qolib ketadi. Zero inson psixik taraqqiyoti muloqotdan boshlanadi. Muloqotsiz inson jamiyati bo'lish mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. Hamkorlikdagi faoliyat rejasini tuzish va uni ro'yobga chiqarish uchun individlar o'rtasida muloqot amalga oshirilishi shart. Muloqot vositasida hamkorlikdagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ayni vaqtda faoliyat davomida insonlar o'rtasida yangi munosabatlar va aloqalar shakllanadi. Demak, muloqot va faoliyat o'zaro chambarchas bog'liqdir. Muloqot inson hayotida qanchalik yuksak ahamiyatga ega ekanligi quyidagi misollarda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Birinchi misol. 1938-yili Richard Bart o'z xohishi bilan Antarktida muzliklarida 6 oy tanho qoladi. Bir tomondan u tajriba natijalariga qiziqsa, ikkinchi tomondan kundalik hayotning g'ala-g'ovurlaridan biroz dam olish istagida edi. Keyinchalik u mazkur davrni quyidagi so'zlar bilan eslaydi. Bu yerdagi hayotim davomida bora-bora har bir harakatim, har bir ishim tobora mazmunsiz, mantiqsiz, maqsadsiz bo'lib borayotganday edi. Xavf-xatarlardan qo'rqmaydigan odam bo'lsam-da, negadir bu yerda tomning bosib qolishidan xavfsiray boshladim. Ovqatlanishimda muntazamlik yo'qoldi. Yuvinmay qo'ydim. Ikkinchi misol. Tarixda yaponlarda Moritao nomli insonning o'zini o'zi takomillashtirish tizimi mavjud bo'lgan. Vaholanki inson hech qanday jismoniy azoblarga duchor bo'lmaydi. Faqatgina bir haftaga g'orga kirib ketib, u yerda tanho qoladi.
Bu yerda u hatto o'zi bilan gaplashishi mumkin bo'lmagan. Sinovdan o'tganlar keyinchalik har qanday uchrashuv va suhbatni xursandchilik bilan qarshi oladilar. Qizig'i shundaki, ularda ko'proq gapirish ehtiyoji emas, balki tinglash ehtiyoji kuchayar edi. 3-misol, bir paytlarda Amerikada barcha tamaddixonalarni avtomatlashtirish avj olgan edi. Ammo ko'p o'tmay ularning egalari kasodga uchray boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda odamlar nafaqat tamaddi qilish, balki suhbatdosh topish uchun ham kelganlar. Bundan ko'rinadiki, insonlar doimo muloqotga ehtiyoj sezadilar va uni qondirishga harakat qiladilar. Muloqot jarayonida muloqot funksiyalari ham muhim rol o'ynaydi. Muloqot funksiyalari deganda muloqotning inson hayotida bajaradigan funksiyalari tushuniladi. Muloqot funksiyalari xilma-xil bo'lib, eng keng tarqalgan tasnifiga ko'ra, ya'ni B.F. Lomov tomonidan taklif qilingan bo'lib, u quyidagilardan iborat. Informatsion kommunikativ funksiya. Axborot almashinuvini ta'minlash vazifasi. Axborot almashinuvi turli belgilar tizimlari orqali amalga oshiriladi. Odatda verbal va noverbal kommunikatsiya farqlanadi. Regulyatsion kommunikativ funksiyasi. Suhbatdoshlar xulq-atvorining regulyatsiya qilinishini ta'minlash vazifasi. Individlar muloqot jarayonida verbal yo'llar bilan bir-birining motivlariga, maqsadlariga, qaror qabul qilishiga ta'sir o'tkazishi, bir harakatga undashi va biror harakatga undashi va harakatlarni nazorat qilishi, bir-birlarining xulq-atvoriga stimullashtirishi va korreksiyalovchi tarzda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Affektiv kommunikativ funksiya. Inson emotsional sohasining regulyatsiya qilinishini ta'minlash vazifasi. Muloqot inson emotsional holatining eng muhim determinatsiyalaridandir. Chunki turli-tuman emotsional holatlar muloqot jarayonida paydo bo'ladi va o'zgaradi. L.A. Karpenko taklif etgan tasnifga ko'ra, muloqotning quyidagi vazifalari ajratib ko'rsatiladi. Aloqa o'rnatish vazifasi. Suhbatdoshni aloqaga kirish uchun tayyorlash. Informatsion vazifa. Suhbatdosh bilan muayyan ma'lumotlar, fikrlar va rejalarni almashish. Faoliyatga undash. Suhbatdoshni biror harakatni bajarishga stimullashtirish. Koordinatsion vazifa. Suhbatdosh bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish va uni amalga oshirishda harakatlarni muvofiqlashtirish. Tushunishni ta'minlash vazifasi. Suhbatdoshning fikrlari va hissiyotlarini tushunish. Emotiv vazifa. Suhbatdoshda muayyan hislarni uyg'otish hamda ularni o'zgartirish. Munosabat o'rnatish. Munosabatlar tizimidagi shaxsiy o'rnini, mavqeini aniqlash. Ta'sir ko'rsatish. Suhbatdoshning xulq-atvori, shaxsiy xususiyatlari, maqsadlari va ustanovkalarini o'zgartirish. Muloqotning kommunikativ tomoni. Birgalikdagi faoliyat davomida odamlar turli fikrlar, o'y-xayollar, his-kechinmalari bilan o'rtoqlashadilar. Bunda o'y-fikrlar, his-kechinmalarini axborot sifatida, kommunikatsiyani esa axborot almashinuvi sifatida talqin etish mumkin. Ammo shuni e'tiborga olish kerakki, insonlararo kommunikatsiya shunchaki axborot almashinuvidan iborat emas. Chunki muloqot jarayonida axborot nafaqat uzatiladi, balki shakllantiriladi, aniqlashtiriladi, rivojlantiriladi. Demak, inson muloqotni shunchaki axborot almashinuvidan iborat jarayon deb hisoblashi mumkin emas. Zero, birinchidan muloqot jarayonida axborot bir tomonlama ikkinchi tomonga shunchaki harakatlanmaydi, balki faol almashinadi. Kommunikativ jarayon ishtirokchilari bir-biriga axborot yuborayotganda bir insonning motivlari, maqsadlari, ustanovkalari va boshqalarni tahlil qiladilar. Ikkinchidan, muloqot jarayonida axborot almashina turib, kishilar belgilar orqali bir-biriga ta'sir etishi mumkin. Insonlararo axborot almashinuvida albatta suhbatdosh xulq-atvoriga muayyan ta'sir o'tkaziladi. Uchinchidan, muloqot jarayonida kommunikator axborot yuborayotgan odam va resipient axborotni qabul qilayotgan odam bir xil kodlashtirish tizimiga ega bo'lishi kerak. To'rtinchidan, muloqot jarayonida faqat insonlararo kommunikatsiyaga xos to'siqlar vujudga kelishi mumkin. Kommunikativ jarayonda qo'llaniladigan bir necha belgilar tizimi mavjud. Ular verbal kommunikatsiya, nutq orqali va noverbal nutq bilan bog'liq bo'lmaydigan belgilar orqali kommunikatsiyadir. Verbal kommunikatsiya inson nutqi belgilar tizimi sifatida qo'llaniladi. Nutq inson tomonidan qo'llaniladigan tovush signallari yoki yozma belgilardan iborat bo'lib, ular orqali muloqotdan olingan ma'lumot qayta ishlanadi, saqlanadi va uzatiladi. Bu jarayon til orqali amalga oshiriladi. Til so'z belgilari tizimi bo'lib, u muloqot jarayonida psixik faoliyat mahsuli bo'lib yuzaga keladi. Til muomala vositasidir. Til muomalaga kirishuvchilar o'rtasidagi kommunikatsiyani ta'minlaydi. Chunki uni axborot beruvchi ham, uni qabul qiluvchi ham birdek tushunadi. Boshqa kishiga axborot beruvchi kommunikator va uni qabul qiluvchi resipient muloqot jarayonida bir xil tildan foydalanishi kerak. Aks holda bir-birini to'g'ri tushuna olmaydi. Axborot almashish muomala qatnashuvchilariga tushunarli belgi va mazmunga ega bo'lishi kerak.
Til so'z belgilari yig'indisidan iboratdir. So'zning ma'nosi uning mazmuniy tomonidir. Har bir aloqa odamning harakatlari va faoliyatlarini boshqa odamning harakati va faoliyatlarini 3 ta muhim omil egallaydi. Birinchidan, butun insoniyatning yoki bir muncha tor doiradagi kishilar jamoasining ijtimoiy tarixiy tajribasini belgilaydi. Kichkina bola dunyoni mustaqil ravishda bilib olmaydi. U ota-onasiga savollar beradi va ular unga javob beradilar. Bu javoblardan bola o'z faoliyatini keyinchalik foydalanadigan umumiy bilimlarning faqat ozgina qismini oladi. Umumiy bilimlarning bu ozgina qismi til yordamida so'z belgilari tizimida hosil qila oladi. Maktabda ham xuddi shunday bo'ladi. O'quvchi olam haqida barcha bilimlarni o'qituvchining tushuntirishidan yoki darslikdan, ya'ni til yordamida o'zlashtiradi. Bu yerda til o'zining muhim vazifalaridan birini bajaradigan, ya'ni yashash vositasi, ijtimoiy tarixiy tajribani berish va o'zlashtirish vositasi tarzida namoyon bo'ladi. Ikkinchidan, har bir alohida odamning ish harakati va faoliyatini ko'pincha ijtimoiy qiymatga ega bo'lmagan o'zga kishilarning bevosita tajribalarini belgilaydi. Masalan, men oshxona tomon yo'l olaman. Yo'lda o'rtog'im uchrab menga oshxona yopilgan deydi. Shu paytda bu xabar mening faoliyatimni ma'lum bir tarzda boshqaradi. Men qayrilib, boshqa oshxona tomon jo'nayman. Bu yerda til o'zining boshqa muhim vazifasi bilan, ya'ni vosita yoki kommunikatsiya usuli yoki olamning xatti-harakatlarini boshqaruvchi bir vosita sifatida namoyon bo'ladi. Natijada har qanday kommunikatsiya, har qanday munosabat suhbatdoshiga ta'sir qilishdan iborat. Uchinchidan, har bir alohida odamning ish harakatlari va faoliyatlarini har bir ayrim kishilarning shaxsiy tajribasi belgilaydi. Odamning shaxsiy o'z individual tajribasi boshqa kishilarning tajribalari va ijtimoiy tajribaning o'ziga xos aralashmasidan iborat. Odam hayvondan farqli o'laroq o'z harakatlarini rejalashtira oladi. Bunday rejalashtirish va umumiy fikr masalalari hal qilishning asosiy qurol tilidir. Bu yerda biz tilning 3-vazifasi aqliy faoliyatning idrok, xotira, tafakkur, xayol quroli sifatida vazifasiga to'qnash keldik. So'z belgilari tizimi sifatida tildan nutq faoliyatida foydalaniladi. Nutq faoliyati odam tomonidan ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirish va avlodlarga berish yoki kommunikatsiya o'rnatish, o'z harakatlarini rejalashtirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir. Til aloqa vositasi yoxud quroldir. Nutq faoliyati yoki nutq esa aloqa jarayonining o'zidir. Bu jarayonda nutq faoliyatining faol va passiv turlari farqlanadi. So'zlovchining nutqi faol nutq, tinglovchining nutqi passiv nutq hisoblanadi. Nutq ichki va tashqi nutqqa bo'linadi. Tashqi nutq yozma va og'zaki nutqqa, og'zaki nutq esa monolog va dialogik nutqqa bo'linadi. Monolog bir kishining o'ziga yoki boshqalarga qaratiladigan nutqidir. Bu o'qituvchining bayoni, o'quvchining to'laroq javobi, ma'ruza va boshqalardir. Monologik nutq ma'lum bir qiyinchiliklarga ega. Monologda gapirayotgan kishi fikrlarning aniqligiga, grammatik qoidalarning saqlanishiga, mantiq va aytilayotgan fikrlarning izchilligiga e'tibor berishi kerak. Dialog nutqqa nisbatan monologik nutq kechroq shakllanadi. Maktabda o'qituvchilar o'quvchilarda monologik nutqni rivojlantirishga alohida e'tibor berishi kerak. 2 yoki undan ortiq kishilar o'rtasidagi nutq dialog deyiladi. Dialogik nutqda bayon qilinayotgan fikr ko'p jihatdan undan oldingi fikrga bog'liq bo'ladi. Dialogik nutqda suhbatdoshlarga ma'lum bo'lgan ayrim so'zlar tushirib qoldiriladi. Shuning uchun yozib olingan dialog boshqalarga unchalik tushunarli bo'lmasligi mumkin. Dialogik nutqda har xil turdagi shablonlar, ya'ni odatlanib qolingan so'z birikmasi ko'p uchraydi. Qoyil, marhamat qilib aytingchi nutqning ichki nutq deb ataladigan turli nutq faoliyatining alohida turi hisoblanadi. Ichki nutq amaliy va nazariy faoliyatni rejalashtirish vazifasi sifatida namoyon bo'ladi. Biz so'zni chala yarim aytishimiz bilanoq tushunaveramiz. Ichki nutq ayrim og'zaki nutq aktlardan ilgariroq, xususan ixtiyoriylik darajasi ancha yuksakroq bo'lgan og'zaki nutqdan ilgariroq sodir bo'lishi mumkin. Yozma nutq monologik nutqning turlaridan biri bo'lib, yozma nutq monologik nutqqa nisbatan batafsilroqdir. Muloqotning kommunikativ akti sifatida quyidagilarni tasavvur etish mumkin. Kommunikator adresant muloqot subyekti sifatida omil namoyon bo'ladi. Resipient adresat bu ma'lumot kimga uzatilmoqda? Ma'lumot nima uzatilmoqda? Kod qanday vositalar asosida? Maqsad nima uchun uzatilmoqda? Aloqa kanali ovoz, xat, efir orqali aloqa.
Natija nimaga erishildi? Shuningdek, amerikalik jurnalist G. Lassuel 5 unsurdan iborat bo'lgan kommunikativ jarayonning modelini taklif etadi. Kim axborot kim tomonidan uzatilmoqda? Nima, qanday axborot uzatilmoqda? Qanday axborot qanday yo'l bilan uzatilmoqda? Kimga axborot kimga yo'naltirilmoqda? Qanchalik samarali axborot qanchalik samarador uzatiladi? Kommunikativ jarayon aksial. Bunda axborot ayrim aniq odamlarga yo'naltiriladi yoki retial. Bunga axborot bir qancha ehtimol qilinayotgan retsipiyentlarga yo'naltiriladi. Xarakterda bo'lishi mumkin. Kommunikativ jarayonda o'zaro munosabatga kirishuvchilarni bir-birlarini tushunishlari juda muhimdir. Bunda nutqning quyidagi muhim xususiyatlari paydo bo'ladi. Ya'ni mazmundorlik, tushunarlilik, ifodalilik, ta'sirchanlik ko'rsatiladi. Buyuk fransuz yozuvchisi Antoine Saint-Exupéry muloqot shunday ne'matki, u orqali inson lazzatlanadi deb yozgan edi. So'zning mohiyati haqida Sadi aqllimisan yoki ahmoq, kattamisan yoki kichik, buni bir so'z aytmaguningcha bila olmaymiz degan edi. Xalqimizda shunday ibratli ibora bor. Inson aql farosati uning nutqini aniqligida namoyon bo'ladi. Noverbal kommunikatsiya vositalariga yuz ifodasi, mimika, ohang, pauza, poza, holat, ko'z yosh, kulgi va boshqalar kiradi. Bu vositalar verbal kommunikatsiya so'zni to'ldiradi, kuchaytiradi va ba'zan uning o'rnini bosadi. Bolalarda boshni qimirlatish yo'q degani ruslarniki teskarisi bo'ladi. Turli yosh guruhlarida noverbal kommunikatsiya vositasi turlicha bo'ladi. Masalan, bolalar ko'pincha kattalarga ta'sir etish, ularga o'z qoqish va kayfiyatlarni o'tkazishga yig'idan vosita sifatida foydalanadilar. Axborotni so'z bilan bayon etishning mazmuni va maqsadiga noverbal kommunikatsiya vositalarining mos kelishi muomala madaniyatining bir turidir. Noverbal kommunikatsiya belgilarining optik kinetik tizimi kirib, ularga jestlar, qo'l harakatlari, mimika, yuz harakatlari va pantomimika, qo'l-oyoq, tana harakatlari kiradi. Jestlar insonning qo'l harakatlari bo'lib, u orqali insonning ichki holati, biror bir obyektga munosabati va tashqi olamga yo'naltirilganligi ifodalanadi. U yoki bu xalqlarda jestlar turlicha qabul qilinadi. Italyan va fransuzlar o'z muloqotlarini jestlarsiz tasavvur eta olmaydilar. O'zbek xalqida nutqda jestlardan foydalanish yaxshi odat sifatida qabul qilinmaydi. Lekin shuni ham ta'kidlash lozimki, noverbal kommunikatsiya og'zaki nutqda aytilmay qolgan fikrlarni ifoda etish imkoniyatini beradi. Mimika inson yuz harakatlarining bir qismi bo'lib, u orqali insonning o'ylari, xatti-harakatlari, tasavvurlari, xotiralari, ta'ajjubi va hokazolarda namoyon bo'ladi. Pantomimika inson tanasi yoki uning qismlari yordamida ifodalanadigan harakatlar tizimidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kundalik muloqot jarayonida so'zlar 7%ni, tovushlar va intonatsiya 38%ni, nutqsiz muloqot esa 55%ni tashkil qiladi. Publisi aytganidek, biz ovoz bilan gapiramiz, tana bilan suhbatlashamiz. Noverbal kommunikatsiyaning boshqa belgilari tizimini ko'rib chiqaylik. Paralingvistik va ekstralingvistik belgilar tizimi lokalizatsiya tizimi bo'lib, u ovoz sifatida diapazonni nutqdagi pauzalar, yo'tal, yig'i, kulgu, nutq tempidan namoyon bo'ladi. Muloqot jarayonida muloqotga kirishuvchilarni bir-biriga nisbatan joylashishlari ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, auditoriyada stollar joylashishi muloqot uchun juda noqulaydir. Ayniqsa seminar mashg'ulotlari jarayonida o'qituvchi ma'ruzachi muloqot vaqtida qolganlari munozarada faol ishtirok etish imkoniyatiga ega emasdirlar. Seminarlarni yoki shu kabi suhbatlarni T shaklida joylash, stullarda o'tkazish ham foydali, lekin dumaloq shaklda joylashtirilgan stullardan muloqot juda samaraliroqdir. Vizual muloqotda ko'z kontakti belgilar tizimini ham qo'llaniladi. Bu tizim pedagoglar, rahbarlar ish faoliyatida muhim ahamiyatga egadir. Qiziqarli belgilar tizimi sifatida muloqot jarayonida gul, fotorasm va boshqalardan foydalanish mumkin. Ehtimol gullar orqali insonlar ma'lum bir ma'lumotni uzatish imkoniyatiga egalar. Shu bois gullar tarixi haqida ayrim ma'lumotlarni keltiramiz. Gullar tili qadimda Sharqda paydo bo'lgan, uni ayollar yaratishgan. O'z yuzlarini ochish imkoniyatiga ega bo'lmagan ayollar o'z hislari va kayfiyatlarini gullar orqali ifodalashga harakat qilganlar. Assotsiatsiya sifatida paydo bo'lgan belgilar qat'iy odatlarga aylangan. Masalan, azaliya guli sog'inch, yolg'izlik, gnatsint g'unchalarning soni uchrashuv kunini, qo'ng'iroq gullar soni uchrashuv vaqtlarini anglatadi.
19-asrga kelib gullar tili dastlab Fransiyada, so'ng Angliyada va butun jahonda tarqalgan. Asta-sekin gullar tili bilan ranglar tili ham yuzaga keladi. Jumladan, Yevropaning ko'p davlatlarida siyoh rang do'stlik, hashamatlilik, to'kinlik ramzi bo'lsa, Yaponiyada ham og'riq belgisi bo'lgan. Har qaysi rang ma'lum holat, kayfiyat ma'nosini anglatadi. Jumladan, qizil rang hayot, sevgi, pushti yoshlik, sariq baxt, quyosh, to'y, xursandchilik, yashil tinchlik, xotirjamlik, ko'k ishonch, vafo, qora tantanavorlik, qayg'u, oq poklik, beg'uborlik ramzi sifatida tushuniladi. Muloqot kishilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir etish. Kishilar muloqotga kirishar ekan, savol berish, buyruq, iltimos qilish, biror narsani tushuntirish bilan birga o'z oldiga boshqalarga ta'sir etish, shu narsani ularga tushuntirish maqsadini qo'yadi. Muloqotning maqsadi kishilarning birgalikdagi faoliyatiga, ehtiyojini aks ettiradi. Bunda muloqot shaxslararo o'zaro ta'siri sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni kishilarning birgalikdagi faoliyati jarayonida paydo bo'luvchi aloqa va o'zaro ta'sirlar yig'indisidir. Birgalikdagi faoliyat va muloqot ijtimoiy nazorat sharoitida ro'y beradi. Jamiyat ijtimoiy normalar sifatida maxsus xulq-atvor namunalarini tuzilishini ishlab chiqqan. Ijtimoiy normalar ko'lami nihoyatda keng. Mehnat intizomi, harbiy burch va vatanparvarlik, xushmuomalalik qoidalari ana shular jumlasidandir. Ijtimoiy psixologiya nuqtai nazaridan muloqotga kirishuvchilar bajaradigan rolning repertuarga mos holda namoyon bo'ladi. Psixologiyada rol deganda ijtimoiy sotsial mavqeini egallab turuvchi, har bir kishidan atrofdagilardan kutadigan, normativ tomondan ma'qullangan xulq-atvor namunasi tushuniladi. Yosh, mansab, jins va oiladagi o'qituvchi va o'quvchi, shifokor va bemor, katta kishi yoki bola, boshliq yoki xodim, ona yoki buvi, erkak yoki ayol, mehmon yoki mezbon rolida namoyon bo'lishi mumkin. O'z navbatida har bir rol o'ziga mos talablarga javob berishi kerak. Bir kishi turli muloqot vazifalarida turli rollarni bajarishi mumkin. Masalan, xizmat joyida direktor, kasal bo'lsa shifokor, ko'rsatmalarga itoat etuvchi bemor, oilada keksa ota-onasining qobil farzandi mehmondo'st oila boshlig'i bo'ladi. Turli rollarni bajaruvchi kishilarning o'zaro munosabatda rol kutishlari bilan boshqariladi. Xohlaydimi yoki yo'qmi, atrofdagilar undan ma'lum namunaga mos keluvchi xulq-atvorni kutadilar. Masalan, rol yaxshi bajarilmasa, ijtimoiy nazorat tomonidan baholanadi. Ozmi ko'pmi cheklanishlar qilinadi. Muloqotning bevosita muvaffaqiyatining sharti o'zaro ta'sir etuvchi kishilarning har biridan kutilayotgan harakatlarga mos keluvchi xulq-atvor namunasi qo'llanilishidadir. Kishining boshqalar undan nimani kutayotganini, nimani eshitishiga va undan nimani ko'rishiga tayyor ekanligini to'g'ri, aniq, xatosiz ko'chira olish qobiliyati takt deb ataladi. Ma'lumki, takt pedagogik faoliyatda muhim kompetent hisoblanadi. Ayniqsa pedagogik jarayon o'qituvchi va o'quvchilarning uyushgan faoliyatlari asosida tuzilgan. Shu bois o'qituvchi pedagogik jarayonni o'quvchilar jamoasidan tashkil topganligini unutmaslik, har bir o'quvchi shaxsini e'tiboridan chetda qolmasligi lozim. O'quvchilar bilan psixologik aloqaning qisqa muddatda bo'lsa-da yo'qolishi og'ir oqibatlarni vujudga keltiradi. Muloqotning interaktiv tomoni deganda birgalikdagi faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishda muloqot ishtirokchilarining bir-biriga ta'sir o'tkazishi tushuniladi. Kommunikatsiya orqali odamlar birgalikda faoliyatni tashkil etadilar. Umumiy faoliyatda ishtirok etar ekan, odam bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'zaro ta'sir birgalikdagi faoliyatning tashkil etishi sifatida tushuniladi. Birgalikdagi faoliyatning 3 xil modeli mavjud. Har bir ishtirokchi boshqalardan mustaqil ravishda ishning o'ziga tegishli qismini bajarishi, masalan, shanbalikdagi ish, umumiy vazifani bosqichma-bosqich har bir ishtirokchi tomonidan bajarilishi, masalan, konveyerdagi ish. Har bir ishtirokchi boshqalar bilan birgalikda bir vaqtning o'zida umumiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lishi, masalan, futbol jamoasidagi ish. Odatda muloqot jarayonidagi o'zaro ta'sirning 2 xil turi ajratiladi. A. Kooperatsiyaga asoslangan o'zaro ta'sir. Kommunikativ jarayon ishtirokchilarining umumiy maqsad yo'lida o'z kuchlarini birlashtirishdan iborat kooperatsiyalarning bir necha turi farqlanadi. Avtomatik, instinktiv, biologik jarayonda mavjud bo'ladi. Avtomatik tarkib topgan ijtimoiy me'yorlar bilan, an'ana va urf-odatlar bilan taqozolangan bo'ladi. Spontan, do'stlik, muhabbat va shu kabi munosabatlar bilan taqozolangan bo'ladi. Direktiv, majburiy hamkorlik, hukm suruvchi joylarda mavjud bo'ladi. Shartnomaviy, rasmiy kelishuvlar bilan taqozolangan bo'ladi. Kooperatsiya, birgalikda faoliyatning zaruriy elementi. Raqobatga asoslangan o'zaro ta'sir.
Kommunikativ jarayon ishtirokchilarning shaxsiy yoki guruhiy maqsadlarga erishishi uchun o'zaro kurash sharoitida bir-biriga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Bunday o'zaro ta'sirda tomonlarning shaxsiy faolligi odatda yuqori bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, u kooperatsiya bilan ma'lum darajada bog'liqdir. Chunki raqobat davomida ham muayyan qoidalar o'rnatilishi talab etiladi. Aks holda o'zaro kurash urushga aylanib ketishi mumkin. Raqobatning eng yorqin shakli nizodir. Nizo muloqot ishtirokchilarining har biri muhim bo'lgan muammoni hal etish vaqtida ular o'rtasida vujudga kelgan qarama-qarshilik va kurashning keskin kuchayib ketishi jarayonidir. Muloqot jarayonida nizoning odatda ikki xil turi farqlanadi. A. Destruktiv nizo. Uning kelib chiqishi sabablari quyidagilardan iborat. Shaxsiy xususiyatlarni bir-biriga mos kelmasligi tufayli vujudga keladi, munosabatlarning buzilishiga olib keladi, ishtirokchilar sonini ortib boradi, qarama-qarshi tomonga nisbatan negativ baholar kuchayib boradi. Nizo jarayonidagi obyektning shaxsga ko'chishi oson yuz beradi. B. Produktiv nizoning kelib chiqishi sabablari quyidagilardan iborat. Nuqtai nazarning bir-biriga mos kelmasligi sababli vujudga keladi. Muammolarni kengroq qarshi olishga olib keladi. Optimal yechimlarning topilishiga yordam beradi. Shaxsga ko'chirilmaydi. Muloqot kishilarning bir-birini tushunishi. Birgalikdagi faoliyatning muvaffaqiyatli ro'y berishi ko'p jihatdan kommunikativ jarayon ishtirokchilari bir-birini qanday idrok etayotganini, har bir ishtirokchida boshqa ishtirokchi haqida qanday tasavvurlar shakllanayotganligiga bog'liq. Bu esa muloqotning perseptiv tomonini o'rganish zarurati vujudga keltiradi. Kishilarning bir-birini idrok etish jarayoni muloqotning ajralmas qismi bo'lib, u muloqotning perseptiv tomonini tashkil etadi. Insonning inson tomonidan idrok etilishi ijtimoiy persepsiya deyiladi. Dastlab bu atama D.J. Burner tomonidan 1947-yil ishlatilgan bo'lib, u perseptiv jarayonlarning ijtimoiy determinatsiyasini anglatgan. Keyinchalik bu atama boshqacharoq ma'noga ega bo'lib, u ijtimoiy obyektlarni, ya'ni odamlar, ijtimoiy guruhlar, katta ijtimoiy tuzilmalarni idrok etish jarayonini anglata boshlagan. Ijtimoiy perseptiv jarayonlarda individ quyidagilarni idrok etishi mumkin. A. O'z guruhiga munosib individni. B. Boshqa guruhga mansub individni. C. O'zining guruhini. D. O'zga guruhni. Ijtimoiy perseptiv jarayonlarda guruh quyidagilarni idrok qilishi mumkin. A. O'z individini. B. O'zga guruh individini. C. O'zini. D. O'zga guruhini. Rus psixologi A.A. Badalev insonni inson tomonidan idrok etilishiga sinonim ravishda insonning boshqa insonni bilishi iborasini qo'llaydi. Inson jamiyat a'zosi sifatida qabul qilinganligi sababli muloqotda ham shaxs sifatida namoyon bo'ladi. S.L. Rubinstein aytganidek, biz insonni tashqi xulq-atvoriga qarab uni o'qiymiz. Bundan insonni tashqi qiyofasi uni qanday shaxs ekanligidan dalolat berishni anglashimiz mumkin. Boshqa odamni bila turib, o'rganayotgan individning o'zi ham shakllanadi, deb yozadi L.S. Vygotsky. Insonni inson tomonidan idrok etilishida eng kamida 2 kishi jalb qilingan bo'lishi lozim bo'lib, ularning ikkalovi ham faol subyektdir. Demakki, o'zaro idrok jarayonida ikkala tomon bir-birlarining ehtiyojlari, motivlari va yo'nalishlarini bilishlari va o'zlarini qarama-qarshi tomon o'rniga qo'ya olishlari lozim. Muloqot jarayonida bir-birini idrok etayotgan odamlar bir-birini tushunishga harakat qiladilar. Buning uchun quyidagi mexanizm ishga solinadi. A. Identifikatsiya. B. Refleksiya. C. Stereotipizatsiya. D. Empatiya. Identifikatsiya lotincha tenglashtirish, u kishiga tenglashtirish, baravarlash ma'nosini anglatib, insonning o'zini xayoldan suhbatdoshi o'rniga qo'yish orqali uning fikrlari va tasavvurlarini tushunishga intilishi. Refleksiya lotincha aks ettirish, insonning suhbatdoshi tomonidan qanday idrok etilayotgani va tushunilayotganini anglashga intilishi. Kishini kishi tomonidan idrok qilinishi ikkilangan oynadagi aks ettirishga o'xshatish mumkin. Odam boshqa kishini aks ettirar ekan, shu bilan birga o'zini ham aks ettiradi. Agar kishi o'zi muloqotga kirishadigan kishilar haqida to'liq, ilmiy asoslangan axborotga ega bo'lsa, ular bilan bexato aniqlikda o'zaro ta'sir o'rnatishi mumkin. Biroq subyekt hamma vaqt bunday aniq ma'lumotga ega emas. Shuning uchun u boshqalar xatti-harakatlarini tushuntirish, xatti-harakatlarning sabablarini o'ylab chiqishga majbur bo'ladi. Boshqa kishining harakatlarini tushuntirish uchun faoliyat motivlari, his-tuyg'ular, intilish va fikrlarning o'ylab chiqarilishi kauzal attributsiya deb ataladi. O'qituvchilar tomonidan bola harakatlarining shunday sababini talqin qilinishi maktabda pedagogik muomalani qiyinlashtiradi. Stereotipizatsiya grekcha o'zgarishsiz takrorlanish degan ma'noni bildirib, insonning suhbatdoshini tushunishga intilishi yo'lida muayyan shablondan foydalanishi.
Stereotipizatsiya ma'lum yoki taxminan ma'lum bo'lgan voqelikni tiklash, nisbat berish yo'li bilan xunuk normalarni tasniflash va ularning sabablarini izohlash demakdir. Ba'zan muomala jarayonida noto'g'ri stereotip vujudga keladi. Masalan, A. Badalev tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, kishining tashqi qiyofasi va uning xarakteri haqida stereotip tasavvurlar ommalashib ketganligi tasdiqlanadi. So'ralgan 72 kishining 9tasi agar insonning yuz tuzilishi kvadrat ko'rinishga ega bo'lganlar kuchli, irodali, 17 kishi peshonasi katta kishi aqlli, 3 kishi sochi tikka kishilar yengilmas, bo'ysunmas xarakterga ega, 5-kishi bo'yi o'rtachadan past kishilar boshqalar ustidan hukmronlik qilishgan, buyruq berishga intiluvchi kishilar, 5 kishi chiroyli kishilar yo ahmoq yo o'zini yaxshi ko'radigan kishilar bo'ladi deb tasdiqlagan. Begona kishini idrok qilishda birinchi axborot dastlabki tasavvur katta ahamiyatga ega. Kishilar tashqi qiyofasi ham muhim o'rin tutadi. Amerikalik psixologlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot bunga yaqqol misol bo'la oladi. Turist o'quvchilarni baholash uchun tarqatilgan ishlarni ular 200tasi ijobiy, chiroyli, 200tasi salbiy, xunuk, yoqimsiz deb berganlar. Ekspertlardan tashqi qiyofasini emas, balki xarakterini ta'riflash so'ralgan edi. Afsuski, baholarning subyektivligi kishining tashqi qiyofasini baholash bilan bog'liqdir. Empatiya. Empatiya insonning o'zini xayolan suhbatdoshi o'rniga qo'yish orqali uning kechinmalari va hissiyotlarini tushunishga intilishi. Bunda insonning emotsional muammolarga yondashishi tushuniladi. Bu boshqa odam hissiyotlari va kechinmalariga hamdard bo'la olishdir. Bir tomondan obyektni tushunishda uni o'rniga o'zini qo'ya olish muhim bo'lsa, ikkinchi tomondan uning ichki hissiyotlarini tushunish, unga hamdard bo'la olish muhimdir. Insonning inson tomonidan idrok etilishida yo'naltirishning roli kattadir. Bu ayniqsa inson haqida, noma'lum inson haqida ilk fikrlarni olishda muhimdir. Bu borada A. Badalevning o'tkazgan tadqiqotlari nihoyatda ahamiyatlidir. Ikki guruh talabalarga bir inson rasmi beriladi. Birinchi rasmda berilgan inson jinoyatchi deb, ikkinchi guruhda esa rasmdagi kishi yirik olim deb e'lon qilinib, ularga portretni yozma ifodalash vazifasi beriladi. Birinchi holda quyidagi tavsiflar beriladi, ya'ni o'zlarini ichiga kirib ketgani, ichki alam, qasosdan uzun dahan boshlagan ishi, jumladan jinoyatni yakuniga yetkazish kabilar ekanligi qayd etiladi. Ikkinchi guruhda ichiga kirgan ko'zlari fikrining chuqurligi haqida gapirib, unda uzun dahan qiyinchiliklarga bardoshlilik, irodalilik sifatida baholangan. Keltirilgan mulohazalardan ko'rinadiki, insonni tomonidan idrok qilinishida tashqi tomondan berilayotgan ko'rsatma, shaxsning bu boradagi bilim, ko'nikma va malakalari muhim rol o'ynaydi. Muloqotning qonuniyatlarini, malaka va qobiliyatlarning shakllanishini bilish pedagog uchun g'oyat muhimdir. Bu to'laqonli pedagogik muloqotni yoki muomalani yo'lga qo'yishini ta'minlaydi. Pedagogik muloqot pedagog va o'quvchilarning o'zaro ta'sir etish usullari yig'indisidir. Muloqotning mazmuni axborot almashish, o'qituvchi tomonidan turli kommunikativ vositalar yordamida o'quvchilar bilan o'zaro tushunish va o'zaro munosabatlarni tashkil etishdir. Pedagogning tarbiyaviy va didaktik vazifalari o'qituvchilar hamda o'quvchilar jamoasi o'rtasida munosabatlarni ta'minlamay turib amalga oshirib bo'lmaydi. Pedagogik faoliyatdagi muloqot o'quv vazifalarini bajarish vositasi, tarbiyaviy jarayonni ta'minlashning ijtimoiy psixologik tizimi, ta'lim-tarbiya jarayoni muvaffaqiyatini ta'minlovchi o'quvchi va o'qituvchining o'zaro munosabatini tashkil qilish usuli, o'quvchilarning individual xususiyatlarini tarbiyalash jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik muloqot bu muloqotning o'quv-tarbiyaviy jarayonlarini hissiy, foni va vosita mazmunini tashkil etadi. Muloqot muvaffaqiyatli bo'lishi uchun u albatta qayta aloqaga ega bo'lishi, ya'ni subyekt o'zaro ta'sir natijalari haqida axborot olishi kerak. Kommunikator o'zi izlagan axborotni resipient qanday qabul qilinishi va qanday munosabatda bo'layotganligini qayta axborot ma'lumotlariga asoslanib bilib oladi. Muomalada suhbatdoshni yoki tinglovchini idrok etish bir-birini tushunishning asosiy shaklidir. Agar o'qituvchi o'quvchilarni qanday idrok etayotganligini tushunayotganligini anglay olmasa, pedagogik munosabat yaxshi bo'lmaydi. Ayniqsa ma'ruza o'tayotganda bu juda muhimdir.